Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Cherry Master avtosalonida 2 Pro avtomashinalarning pulini obzor qilib beramiz. Aytgancha adresimiz esa Kogon shahri Emi restorani to'g'risida bo'ladi. Gevchigada joylashgan. Oldiniga keladigan bo'lsak, oldini polni LED optika chiroqlar bilan jihozlangan. Motori bir turbina motor, 102 ta o't kuchiga ega. Sami ekonomik byudjetli motor mana shu. Shaharda rasxodi 5,5-6 ta, trassada esa 4 ta 4,5 ta rasxod qiladi. Salonning ichki qismiga keladigan bo'lsak, multimedia rul, monitor bor, cruise control mavjud, tepada lyuk mavjud. Avtohollarimiz mavjud. Abagrev sistemamiz bor. Oldingi ikkita qatorda rulda, ilovoyda ham spirallar o'tgan, ikkita yon oynaga ham abagrevlarimiz mavjud. Polni kojani salon 9 jumli o'zining monitorlari mavjud. Endi bitta yo'q ko'rsatamiz. Konditsionerni qo'shgan vaqtimizda ham motor normal ishlab turibdi. Bu orqa qismi ikkinchi qator. Ikkinchi qatorga ham bemalol 3 kishi sig'adi. Polni kojani salon. Umuman chiqov kerak bo'lmaydi. Eko kojadan jihozlangan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagajimizda zavodskoy zadniy kamerasi bor, zadniy datchiklar, bagaji ham katta, o'zining svechlari mavjud. Zapaskalari uni bir xil o'ng razmerda 4 ta balonki bilan ranglari oq, qora, seri, mokra asfalt, qizil ranglarda mavjud. Ekan liboy nimasida rangida jemchug rang bo'ladi. Rang uchun pul talab qilinmaydi. Liboy rangdan kelib tanlasangiz, hammasi bir xil narxda, bir xil foizda bo'ladi.